Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun zahmidan keyingi jiddiylashish to'g'risida qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Zahmidan keyingi jiddiylashish bo'lsa, mushu tashvishlanish doirasiga kiradigan eng ko'p uchraydigan bir xil ro'y binormallik yoki psixikalik kasalliklar bo'lib, bu kasallik bizga o'xshash mushundaq ro'yi va jismoniy jihatda ig'ir zaxmiga uchirgan kishilarda ko'p uchrashi mumkin. Men tövəndə bu haqda tafsili to'xtalib o'tmoqchi. Hammanglarning diqqat bilan anglashinglarni umid qilaman. Undaqda bu zaxmidan keyingi jiddiylashish degan qandaq bir kasal yoki qandaq bir ahvolni ko'z tutadi degan vaqtida zaxmidan keyin ko'ngli yerim bo'lish yoki qayg'urish tuyg'usida bo'lish, uxlayolmaslik odatda normal ahvol hisoblanadi. Zaxmidan keyin dastlabda balkim xizmatga berish, maktabga berish yoki yaqin do'stlar bilan vaqt o'tkazish qatorliq kundalik faoliyatlar qiyin bo'lishi mumkin. Ammo ko'pincha kishilarga nisbatan bir necha hafta yoki bir necha oydan keyin o'zini yaxshi his qilishga boshlaydi. Agar zaxmi yuz berib, bir yoki bir necha oydan ko'proq vaqt o'tgandan keyin yanala yuqorqi alomatlar bo'lsa va u alomatlar uzluksiz davomlashsa va ig'irlashsa, biz uni zaxmidan keyingi jiddiylashish hisoblaymiz. Ya'ni mundaqcha aytgan vaqtida oldida cho'qim bir zaxma bo'lish kerak. Bu zaxma balkim jismoniy zaxma, balkim ro'yi zaxma. Bu zaxmidan keyin ko'pincha insonlarda ba'zi qayg'urish, ko'ngli yerim bo'lish degandek ahvollar bo'lsa-mu, biroq vaqtning o'tishi bilan bu yaxshilanib ketadi. Agar yaxshilanish bo'lmay, vaqtning o'tishi bilan yaxshilanish bo'lmay, davomliq ig'irlashsa, u vaqtida biz bu kasalga giribdor bo'lgan ehtimollikni o'ylaymiz. Bu zaxmidan keyingi jiddiylashish degan bu kasalda qandaq kasallik alomatlari bo'ldi degan vaqtida birinchidan bundaq kishilarda haddidan ziyoda qo'rqish, tashvishlanish, andish qilish bo'ladi. Ikkinchidan davomliq qabohatlik tush ko'rish, qarivesish bo'ladi. Uchinchisi davomliq cho'chish, titrakvesish bo'ladi. To'rtinchisi ba'zi manzara, surat va sin filmlardan o'zini qochiradigan ahvollar bo'ladi. Beshinchisi sezgurligi va hushyorligi ishib ketish, boshqalarga osonlikcha ishonmaslik, boshqalardan oson gumon qilish bo'ladi. Oltinchisi boshqalardan o'zini tortish, yolg'iz harakat qilish yoki jamoatdan orilib qilish, o'zini boshqalardan qochirish deydigandek ahvollar bo'ladi. Yettinchisi davomliq boshqalardan og'irnish va savallikni boshqalardan izlash. Sakkizinchisi g'ayri o'y xiyollarda bo'lish yoki xiyolni kontrol qilolmaslik. To'qqizinchisi his tuyg'usi suslashib ketish. Atrofdagi kishilarga ko'ngil bilmaydigan, kuyinmaydigan, rehmsiz bo'lib qilish. 10-si oson ochiqlanish, mijozi tarso bo'lish. 11-si horg'inlik his qilish. Burun qiziqadigan ishlarga qiziqmaydigan bo'lib qilish. 12-si zehnini, diqqatini yig'olmaslik, xotirasini yo'qotish. 13-si umidsizlik, kelgusiga ishonchni yo'qotish. 14-si to'g'ri hukm chiqara olmaslik, ba'zida o'zini gunohkor hisoblash. 15-si yuragi tez so'qish, ko'p terlash. 16-si nafsi qisilish, ya'ni ko'kragini bir narsa besib olgandek his qilish. 17-si uxlayolmaslik, uyqusi qiyin bo'lish. 18-si oshqozoni og'rish, ko'ngli elishish. Bular
mushu zaxmidan keyingi jiddiylashish kasalida bo'ladigan alomatlar bo'lib, albatta u alomatlar bular bilanla cheklanmaydi, yana boshqa alomatlar bo'lishi mumkin. Albatta, hamma kishida yuqorqi alomatlarning hammasi ko'rilishimi notayin. Bu faqatla ko'pincha kishilarda ko'p ko'riladigan alomatlar bo'lib, o'xshamagan konkret kishilarda ba'zi farqlar bo'lishi mumkin. Undaqda zaxmidan keyingi jiddiylashishningki sabablari nima degan vaqtida, ya'ni qandaq kishilar mushu zaxmidan keyingi jiddiylashish kasaliga giribtor bo'ldi degan vaqtida tuvandagi omillarga yoki tuvandagi voqealarga duch kelgan kishilarda bu xil kasalningki paydo bo'lish ehtimolligi yuqori bo'ldi. Birinchisi oilada yaqin urug' tuqqanlari tuyuqsiz o'lib ketgan kishilarda. Ikkinchisi urushda yarda bo'lgan va yoki urushning zarbisiga uchragan kishilarda. Uchinchisi tabiiy ofatlar, ya'ni ig'ir darajadagi yer tavrash, ig'ir darajadagi kalkun, suv ofati, quyun va bo'ronninki zarbisiga uchragan va yoki shundaq ig'ir zarbalarni ko'zdan kechirgan shohid bo'lganlarda. To'rtinchisi jinsiy tajovuzchilikqa uchragan yoki jinsiy yoki jismoniy jihatda xo'rlanishga uchragan kishilarda bu xil kasallik oson paydo bo'ldi. Beshinchisi tutqun qilingan ro'yi va jismoniy jihatlarda xo'rlashga, jazolanishga uchragan kishilarda bu xil ahvolning ko'rilish ehtimoli yuqori bo'ldi. Oltinchisi terrorlik hujumga uchragan va yoki uningga shohid bo'lgan kishilarda bu xil ahvolning paydo bo'lish ehtimoli yuqori bo'ldi. Yettinchisi mashina yoki aeroplan voqeasiga uchragan va yoki uningga shohid bo'lgan kishilar. Beshinchisi bolalik davrida xorlanish tan jasosiga uchragan kishilarda. To'qqizinchisi irsiy omil va miya nervi omillari. Ya'ni bu omillarmi insonlarningki bu zaxmidan keyingi jiddiylash kasaliga giribtor bo'ladigan omillar bo'lib, yana oilasida burunqi ota bobolarda shundoq kasal giribtor bo'lganlarniki bu xil kasal giribtor bo'lish ehtimoli yuqori bo'ladi. Undaqda biz o'zimizda zaxmidan keyingi jiddiylashish ahvoliniki bor yo'qligiga qandaq baho beramiz yoki qandaq uqamiz? Tuvanda ko'rayotgan bu jadval mushu zaxmidan keyingi jiddiylashish to'g'risida o'z-o'ziga baho beradigan bir jadval bo'lib, buningga men bu yerda nomer qo'ymadim. Chunki bu jadvalninki oxirgi yakun chiqarish biroz murakkab bo'lg'achqa, odatda ko'pincha kishilar bu jadvaldagi ko'rsatilgan 17 ta savolga javob berib, uni doktorga bergandan keyin doktor u ahvolga qarab diagnoz qo'ydi. Shunga men bu yerda bir uqishmaslik paydo bo'lib qolishdan saqlanish uchun men buningga qandaq nomer beradigan va uningga qandaq yakun chiqaradiganlik to'g'risida tafsilli to'xtalmayman. Men faqatla bu jadvalda o'tirg'a qo'yilgan 17 savolni bir-birlab sizlar bilan to'xtalmoqchi. Bu 17 savolninki birinchisi o'tmishdagi qo'rqinchli xotira, o'y-xiyol, rasm va ko'rinishlarni qaytilanishi. Ya'ni bu shu o'tgan bir oyda mushundaq ahvolniki qaytilanish ahvoli, buningga beriladigan javob o'zimizningki ahvoliga qarab 5 xil o'xshamagan holda bo'ldi. Birinchisi, agar mushu o'tgan bir oy ichida bizda bundaq ahvol faqat ko'rilmagan bo'lsa, biz uningga faqat yo'q deb javob beramiz. Ikkinchisi, ahvolimiz qarab oz-to'la ko'rilgan bo'lsa, oz-to'la ko'rilganga javob beramiz. O'tiral holda ko'rilgan bo'lsa, o'tiral holda deb javob beramiz. Anandan keyin ko'pincha ahvollarda ko'rilgan bo'lsa,
mushu bir oy ichida bu xil ahvol biz uni xili obdalla ko'rildi deb javob beramiz. Anandan keyin har doim ig'ir darajada yuz bergan bo'lsa, bak ig'ir darajada ko'rildi deb javob beramiz. Bu javob berish usuli tövəndəki 17 sualның hammasiga o'rtaq, ya'ni o'tib ketgan bir oyda mush so'ralgan har bir savolniki ko'rilish ahvoliga qarab bu 5 xil javobning ichidan birini tanlaydigan gap. Savolning ikkinchisi o'tmishdagi qabohatlik tush va ya ko'chirmishlarniki qaytilanish ahvoli, ya'ni mush o'tib ketgan bir oy ichidagi qaytilanish ahvoli. Uchinchisi qabohat ushtumtut sodir bo'ladigandek his qilish. Ya'ni mush o'tib ketgan bir 3 oy ichida ba'zida shu ushtum tutlarkansa shundaq bir qabohatli ishlarniki yana sodir bo'ldigandek his qilish, ya'ni tuyg'imiz. To'rtinchisi qabohatli ko'chirmishni eslashdan rohatsizlanish. Ya'ni mushu o'tib ketgan bir oy ichida mushu o'tmishdagi qabohatli ko'chirmishlarni eslashdan rohatsizlanadigan ahvol qandoq yuz berdi demakchi. Buningami ahvolimiz qarab o'xshamagan 5 xil javobning ichidan birini tanlasak bo'ldi. Beshinchisi qabohatli ko'chirmishni eslaganda yurak so'qish tezlashish, nafas qisilish, terlash degandek ahvollarniki yuz berish ahvoli. Oltinchisi qabohatli ko'chirmishni o'ylashdan o'zni qochirish. Yettinchisi qabohatli ko'chirmishni eslatadigan manzara va harakatlardan o'zni qochirish. Sakkizinchisi o'tmishdagi qabohatli ko'chirmishlarning muhim qismlarini xotirlamaslik yoki ularni unutib qilish. To'qqizinchisi burun huzurlanadigan ishlarga qizg'inlikni yo'qotish, ya'ni burun huzurlanadigan qiziqadigan ishlarga qiziqmas bo'lib qilish. 10-si boshqalardan yiroqlashib ketgandek his qilish, ya'ni o'zi yiroqlashib ketish yoki boshqalar o'zini yiroqlanishib ketgandek his qilish. Bularga beriladigan javoblar hammasi 5 xil bo'lib, ya'ni o'tgan bir oy ichida mushundaq ahvollarning sodir bo'lish ahvoli faqat yo'q, oz to'la bor, o'tiral holda bor, xili obdalli bor, bak ig'ir bor, davomliq bor degandagidek mushu 5 xil javob beramiz. 11-si tuyg'usiz bo'lish va yaqinlarga ko'ngil bo'lmaslik. Ya'ni o'zininki uyda ballar bo'lib qolsa yoki yaqinlar bo'lib qolsa, ularga ko'ngil bo'lmaslik, ya'ni ular yiqilib tushgan vaqtida yoki bir yerini zaxm qilayotganda hech qanday bir hissdoshlik tuyg'usi bo'lmaslik. 12-si kelgusi yo'qdek his qilish, ya'ni kelgusiga bo'lgan umidini yo'qotish yoki bo'lmasa kelgusida bir baloy afat yiqilishyotgandek his qilish. 13-si uxlayolmaslik, uyqu qilishish. 14-si oson ochiqlanish, mijozi tarsa bo'lish. 15-si diqqatini yig'olmaslik. 16-si sezgurligi va yoki hushyorligi ishib ketish, boshqalardan oson gumon qilish, boshqalarga ishonmaslik. 17-si oson cho'chish, oson andisha qilish. Bulargami mushu o'tgan bir oydagi o'tib ketgan bir oydagi ahvolga qarab 5 xil o'xshamagan javob berildigan bo'lib, uning birinchisi faqatla yo'q, ya'ni bu xil ahvollar o'tgan bir oy ichida faqat yo'q, oz to'la bor, o'tiral holda bor, xili obdalli bor, ig'ir darajada bor degandek 5 xil javob berildigan bo'lib, bu javoblarga berilgan nomerlarninki hammasiniki yig'indisini yoki mushu jadval bilan aynan holda psixika doktorimizga berish orqali psixika doktorimiz uningga asosan bizga diagnoz qo'ydi yoki bizniki qaysi xil ahvolda ekanligimizga javob berdi. Bu savollar biroz murakkab bo'lganligi uchun men uninki natijasini yuqorida men deb o'tgandek sizlar bilan o'rtoqlashmadim. Faqat endi mushu savollarga berilgan javobni shu jadval bilan qo'shib o'zimizning psixika doktoriga bergandan keyin ular ahvolga qarab bizga uning natijasining nima ekanligini deb berdi.
Bugun so'zlamoqchi bo'lgan bu jiddiy zahmidan keyingi jiddiylashish to'g'risidagi bu qisqa leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat bilan anglaganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Xudoga omonat.